Tug'ilgan oyingiz siz haqingizda nima deydi? Shaxsga oid test. Ballaringizni hisoblang va video so'ngida xulosa qilamiz. Qaysi oyda tug'ilgansiz? Aprel, avgust, dekabr, mart, iyul, noyabr, may, sentyabr, yanvar, fevral, oktyabr, iyun. Tug'ilgan kuningiz sanasi qaysi raqamlarga to'g'ri keladi? 1 dan 8 gacha, 9 dan 16 gacha, 17 dan 24 gacha, 25 dan 31 gacha. Qaysi vaqtda dunyoga kelganingizni bilasizmi? Yarim tundan tongi soat 9 orasida, ertalabki 9 dan kechki soat 6 gacha, kechki 6 dan yarim tunga qadar. Xabarim yo'q. Qanday ob-havoni yoqtirasiz? Iliq va quyoshli, yomg'irli, sovuq va qorli, chaqmoq va yashinli. Xonangiz uchun qaysi naqshlarni tanlagan bo'lar edingiz? Aylanalar, kvadrat, barg yoki gullar, rang va naqshlarning noodatiy uyg'unligi. Ushbu san'at asaridan qay birini devoringizga ilishni ma'qul ko'rasiz? Hikmatli so'zlar yozilgan plakat. O'zim biron manzara chizaman. O'z portretimni buyurtma qilaman. Hech qanday suratsiz. Tabriklaymiz. Hozirgina siz $1 million yutib oldingiz. Ilk navbatda nimani xarid qilasiz? Uy yoki aksiyalar? Yaqinlarim uchun sovg'alar? Sayohatga chiqaman. Xayriya qilaman. Mashhur rejissyor hayotingizga bag'ishlangan filmni suratga olmoqchi. Uni qanday nomlagan bo'lardingiz? Sokinlik. Yaxshisi endi bo'lmaydi. Optimist. Atayin qilyapsizmi? Hayotingizni o'zgartiradigan qaror qabul qilishingizga to'g'ri kelsa, qalbingizga quloq tutasizmi yoki aqlingizgami? Aqlga, qalbga, ikkisiga ham. Yaqinlarim bilan muhokama qilaman. Sevimli guruhingiz konsert dasturiga yaqin do'stingiz bilan bormoqchi edingiz. U kasal bo'lib, bora olmaydi. Qanday yo'l tutasiz? Biletlarni sotib yuboraman. Baribir boraman. Do'stimga aytmasdan o'zim konsertga boraman. Do'stim bilan maslahatlashib, boshqa birontasini taklif qilaman. Nima deb o'ylaysiz? Odamlar ortingizdan nima deydilar? Ajoyib inson va ishonchli do'st. Hasad qilishadi. Takabbur deb bilishadi. Muhokama qilishdan cho'chishadi.
Sizdagi qaysi xususiyat boshqalarga ko'proq yoqadi deb o'ylaysiz? Hazilkashligim, yordamga tayyorligim, yaxshi tavsiya berishim, so'zga chechanligim. Eng ko'p nimadan qo'rqasiz? Qorong'ulikdan, omadsizlikdan, yolg'izlikdan, ilondan. Uy ishlarining qay biri sizni ko'proq asabiylashtiradi? Idish yuvish, dazmol qilish, gazon kesish, uyda ish qilmayman. Kuningiz salbiy kayfiyatda o'tdi. Uni qanday yaxshilashingiz mumkin? Pizza va quvnoq filmlar, uzoq sayr qilish, albatta sport zal, shopping va xaridlar. Agar siz 150 dan 230 ball to'plagan bo'lsangiz, siz mehribonsiz, siz juda ham g'amxo'r va dalda beruvchi insonsiz. Siz barchaga achinish hissi bilan qaraysiz va hech qachon jilmayishdan to'xtamaysiz. Siz ijobiy quvvat va optimizm tarqatasiz. Shuning uchun siz yoqimtoysiz. Sizning eng katta qo'rquvingiz boshqalarni xafa qilishdir. Shu sababdan insonlarning aybini yuziga aytmaysiz. Unutmang, ba'zan insonga yuzma-yuz bo'lish tabiiy holat. Agar siz 240 dan 330 ball to'plagan bo'lsangiz, siz juda aqllisiz. Siz har qanday savolning javobini bilasiz. Doim o'z fikringizga egasiz. Muammolarni hal etish sizga yoqadi va hech qachon o'rganishdan to'xtamaysiz. Eng yaxshi yechim topa olganingiz sababli boshqalar sizdan doim maslahat so'rashadi. O'z hislaringizni doim nazorat qilasiz va doim muloyimsiz. Agar siz 340-420 ballgacha to'plagan bo'lsangiz, siz o'zingizga ishonasiz. Siz mehnatsevar, maqsadi aniq va samarali insonsiz. Ayrimlar sizni qaysar deyishlari mumkin, ammo siz maqsadlaringizni aniq belgilab olasiz va ular sari qadam tashlaysiz. Buning nimasi yomon? Siz to'g'ri so'zsiz va boshqalarga o'ylaganingizni aytasiz. Garchi bu yoqimli bo'lmasa ham, insonlar sizni hurmat qilishadi va sizning fikrlaringiz ular uchun qadrli. Agar siz 430 dan 510 ballgacha to'plagan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Siz haqiqiy quvnoq insonsiz. Siz eng qahrli insonlarni ham kuldira olasiz. Siz har qanday davraning markazida bo'lasiz. Sizning jalb etish qobiliyatingiz boshqalarni o'ziga ohangrabodek tortadi. Sizning kayfiyatingiz doimo a'lo darajada va buni boshqalarga ulashishdan zerikmaysiz. Siz 100% optimistsiz. Agar siz 510 balldan yuqori to'plagan bo'lsangiz, siz erkin va mustaqilsiz. Siz bag'rikeng insonsiz. Shuning uchun ko'pincha zerikishdan aziyat chekasiz. Siz har qanday sarguzashtlarga tayyorsiz. Siz hech qachon o'z erkinligingizni boshqalarning fikriga bo'ysundirmaysiz. Siz noodatiy fikrlaysiz va o'z hislaringizni san'at orqali namoyish etasiz. Siz necha ball to'pladingiz va bu test sizga qanchalik mos keldi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.